Tiko'ning narxidan yana bitta Tiko chiqib qoldi. Matiz. Xo'p, narxi $2,500 bo'lishiga Matiz. Generally Davindes liboy bo'laveradi. Yili necha buni? 2008. Yili 2008, men bilan denaga. Mana ular ham yaxshi holatda. Buni kraskasi qanaqa? Mato hadoyi bexijolat. Zo'r. Necha foiz? 50 ga 50 kraskasi bor deyaptilar. Yurgani xudo xolasa hech kim bilmasa kerak bu mashinani. Zo'r programmist ham bilmasa kerak yurgani. Ha. Xudo xolasa zo'r narxda o'ylayman akalar. $2,500 ga Matiz. Suvaylari pechat deyapti. Mashina purish akamiz tekshirib oladi. Hech qachon mashina purish hali ag'bag'ani qaramasdan olmaydi. Tanoq bo'lsa, keyin puliga yarasha bo'lsa oladi. Xo'p. Mashinamiz tuzuk holatda, xullas minishizga bosib olishingizga tayyor deb o'ylayman. $2,500 ga bosib oling aka. Sog' bo'linglar. Like bos do'stlaringiz jo'natib qo'yinglar.